Assalomu alaykum X+ obunachilari. Toshkent Sho'ro mol bozoridan, Barandarandan bozorlarga obzor qilyapmiz. Xudo xolisi ular. Mana Aslovni quyon, xudo xolisi quyonlarni olib ko'rsatdim. Kimdan ekan? Assalomu alaykum. Ish bilan aka? Samgan sametsmi ular? Arzonga olib chiqaman. Nechinchi qorinda ekan aka? 200 ming so'm aka. Hamma sirlarni yechib qo'yapti. Telefon nomeri aytasizmi aka? 95lik. Nechi? 61 ga telefon qilib. Bollari ham bor kerak. Bollardan, bo'ylaridan bor aka qilib beradilar. Kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Ish bilan ekan bu? 250 mi? Sametmi, samkami? Erkek samolyot, hozir ko'rganman. Karlikiydi. 250 mi? Karlikiydi. Qiz ekan. Qiz bolami ekan? O'zizdanmi bu aka? Necha oylik bu? 3 oylik. 3 oylikmi? Necha pul qildi bozor? 180 bermadingizmi? Oling zo'rlarsan. 300 ming, 350 mingsin, bilasizmi o'zlari? Ha, bilaman. Ha, hadi olgan. Qani bollarni ham ko'rsatinglar. Ha, bular kalifmi bular? Bular necha oylik? 1 oylik. Necha pul bular? Bular 100 ming so'mdan. Telefon nomeri aytasizmi aka? Telefon nomeri aytasiz. 97lik 722 63 qo'yishga sistema quyon farqi yo'q. Assalomu alaykum. Burgunlar ish bilan aka? O'zim. Jelini. Necha? 200 ming so'm ekan. Bu nechi pul bu? Qani? 200 ming. Samkan sametsmi? Sametsmi? Necha oylik bu aka? Bo'la qaysi zot aka? Bular ish bilan aka? Telefon nomeri aytamizmi aka? С той стороны. Ishlaganmi? Уже готовы. Конкретно готов. 200 ga berasizmi? 100 o'ta bering aytgan narxingiz. Bular o'zi shunaqa 300 ming so'm, 350 ming so'm. O'zi 1,5 kilo go'shti bor, 120 ming so'mdan hisob bo'lganda 300 ming so'm pul bo'ladi, jonidan har xil. 300 ming so'm nesi olsa bo'ladi, mani fikrim. Rahmat aka, sotibsiz. Burgunlari toza zot ekan. Mana akalik.
Salom alaykum. Dodan ish bilan kaliflar. 180 ming. 180 mingni Erkek. ikkalovi, ha? Ha, ikkalasi erkek. Mana yo'lni o'zi ishlab qo'ygan. Bular-chi? Bular ham erkek. Turg'asi sotib. Mana shuni ko'rsam maylimi? Ko'ravering, bemalol. Qora bemalol. Ha, shu qoldi. 180 mingmi? Ish bil bu. Ha, so'radim. Siz oladigan odam aytadi. Yo'q, bor ekan.